Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlarmi? Sizlar bilan Delisa Qahramonov. Bugun mana bu 89 kartalarni kuchaytirib 90 qilishga harakat qilamiz va bizda bunga yetarli yo'q. Omadga qalaymiz. Mana bu halimtam 89 edi. Uchtalik berdim, 92 berib turibdi. Kuchaytirib yuramiz. Biz boshlaylik. Давай. Gitti. Kevin De Bruyne kuchaymoqda, speed darajasi. Usmon Dembele. Kelar maslahatlar kuchaydi. Fede Valverde speed kuchaydi. Rodri kuchaydi. Lionel Messi. Nuno Mendes kuchayapti do'stlar. Speed darajasiga hesab emasdi, 100 belasdi. Luka Modric. Nuno Mendes yana 88 bo'ldi-yu, lekin speed darajasi emasda. Olaysi. Bizning vaqtimiz cho'zilib ketmasligi uchun tez-tez o'tkazib yuboraman-da. 98 ta qoldi bitta. Sizlar uchun ma'lumot berib qo'yamiz. Davay. Dembele bilan Kunde kuchayapti. Dembelening AK 100 bo'ldi, malatsi. Kunde 86 bo'ldi. Yaxshi. Dembelening 88 bo'ldi. Bittalik kuchaytirishimizda Pedri 90 bo'lsa juda ham zo'r bo'ladi, lekin bo'lmadi. Bizga omad kulib boqmadi. Lekin bundan bitta tezlanishini yuz chiqarib oldik. Nuno Mendes kuchaydi, lekin speed darajasi kuchaymadi. 100 belasdi. Xo'sh. Bundan ko'ramiz. Ana. Menimcha bitta o'ynab chiqsak bo'lamiz bu ikkalasini. O'ynagancha sizlarga xalaqit beraman. Qarorchi videoni to'xtatib qo'yaman. Keyin o'ynab bo'lgandan keyin olib yana kuchaytiramiz. Davay. Mana o'yinni ham tugatib oldik. Ana endi olishga kirishamiz. Bu yerga kelmagan. Iblo. Yurakka qalanglar, 150 ushlayapti. Toshna bir xil taxlaganman-da. Ana endi sotamiz. Xalash. Yana ketdi nazim, davay. Ana. Ikki kishiga qizilcha, chiroyli. Ana Harry Kane kuchaydi. Sizga Harry Kane kerak emas. Qani Ashraf Hakimi 91. Wow. 90 bo'lmadi bular. Bo'lmadi billat yapana urut. Ana shu bachcha 90 bo'lsa zo'r bo'ladi-da. Bo'lmadi. Hech bo'lmadi. Kam billat yapana urut. Tamam. Xo'sh. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizim kinomiz o'shamadi. Bitta Dembele'da AK 100 chiqdi, tamom. Biz rasvo qildik hammasini. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.